Assalomu alaykum azizlar. 2004-yil Nexia Radnoy haqiqatan ham tekshirib chiqdik. Kraskalar toza ekan. Probeglarni o'zlarini tekshirib olasizlar jigarlar. Metallari bor, sonstramblyor, kondisioner bor. Archa balon qo'yilgan, yangi turibdi ekan. Bir qo'l mashina ekan akalar. Salon holatlari ham bir sitir yaxshi chexol poli qilib qo'yilgan. Probegi 180 ming ekan, halol deyapti. Yaxshi holatda Gentra rollar qo'yilgan. 80 talik metallari bor ekan, orqalari bus butun ekan aka. Bitta ko'rib ko'rsatib olaverasizlar. Mashina tiniqqina, chiroyli sstenada turibdi. Egalarining aytishi bo'yicha mashinaning hech qanaqa ishi yo'q, kraska, probeg, hamma narsasi toza ekan. Narxi bo'lsa akalar, narxini sizlar uchun 54 millionga gaplashdik. Telefon qilsanglar, egasi bilan yana ham gaplashib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Mejikarlari ham bor ekan. Metallari bor, salon holatlari zo'r. Telefon qilinglar, baraka qilinglar akalar. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin.